Nakurt qishlog'i markazidagi soy ustidan o'tgan ko'prikni har yili suv olib ketadi. Qishloq tuman markazidan 80 kilometr uzoqlikda. Qishloq odamlari bu tabiat hodisasiga shunchalik o'rganganki, sel kelmasa, qurg'oqchilik kelishidan xavotirga tushadi. Nakurt qishlog'i Samarqand hududiga keladigan selning boshlang'ich nuqtasi. Tog' suvlari shu qishloq orqali daryolarga qo'shiladi. Bahor oylari soyga suv tushishi bilan Yangiboy Abdullayevning traktori qishloqdagi eng asosiy ulovga aylanadi. Haydovchi qishloqdoshlarni soyning u tomonidan bu tomonga o'tkazib qo'yadi. Shunaqa endi suv ko'paysa, traktorda shu xalq xizmatida bahor oyi shunaqa bo'ladi bizda. Telefon qiladi, o'tkazib bor deydi, o'tkazib boramiz. Hozir ham shu telefon bilan kelyapmizda. Motoriga chiqib boryapti endi. Yengil mashinalar oqizib ketadi. Ham tagida katta tosh bo'ladi, tegib qoladi, turib qoladi ichida. Nakurtga kiraverishda bizni mahalla raisi kutib oldi. Raisga ham Yangiboy traktorchining yordami asqotdi. Haftadan beri yomg'ir yog'yapti, sel keldi. Bu azaldan katta sellar kelgan. Bu Nakurt deganning o'zi ma'nosi bu o'sha o'tib bo'lmas, jilovlanmas soy degan ma'noni bildiradi-da. Mana bu yil dehqonchilikka, chorvaga baraka beradi, Xudo xolasa. Shuning uchun ko'tarinki kayfiyatdamiz. Shu bahor oylarida o'tish problema bo'ladi. Mana shu ukalarimizga iltimos qilamiz, aytamiz, ular ham yo'q demasdan xohlagan payt kelib bu betdan bu betga o'tkazib qo'yaveradi. Qaysi qishloqqa borsam o'sha yerdan chaqiramiz. Traktorchi ukalarimiz bor. Hozir asosiy texnikamiz shu. Sel kelishi oqibatida qishloqdagi soydan suv toshadi. Odamlar soyning u tomonidan bu tomoniga o'tolmay qoladi. Nurota tizmasidan To'sinsoy suv omboriga borib quyiladi mana shu Nakurt soy suvi. Bu yerda suv yig'iladi qish bilan o'sha To'sinsoy suv ombori qurish arafasiga kelib qolgan edi shu bellar. Mana hozir to'layapti. 60 kilometr masofada mana shu soy oqib o'tadi. O'sha soyning ikki beti bu betga o'ta olmaydi odamlar sel kelgan payt. Shunday bo'lsa ham ular bundan quvonadi. Sababi yog'ingarchilik mo'l bo'lsa, dehqonchiligimiz yaxshi bo'ladi deb hisoblashadi nakurtliklar. Osmonga qaragan xalq bizlar. Xudo ob-havosini bersa yaxshi bo'ladi. Dehqonchiliklarimiz ham o'tirguncha yaxshi bo'lmadi. Bu yil Xudoga shukr mana ob-havoni beryapti. Yomg'ir bo'lsa xursand bo'lamiz. Samarqand viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining ma'lumot berishicha, yog'ingarchilik oqibatida Payariq, Qo'shrobod, Nurobod tumanlarida sel oqimlari va suv toshqinlari kuzatildi. Samarqand viloyatining bir nechta hududlarida, misol uchun Samarqand shahri, Oqdaryo tumani, Payariq tumani, Kattaqo'rg'on tumani, Bulung'ur tumanlarida ushbu holatlar kuzatildi. Natijasida 20 ga yaqin chaqiruvlar bo'ldi. Aholi xonadonlarida suv yig'ilgan. Ushbu suv yig'ilgan xonadonlar favqulodda vaziyatlar boshqarmasining qisqa raqamlariga murojaat qilishdi va biz zudlik bilan chiqib ushbu fuqarolarga amaliy yordam ko'rsatdik. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q. Mo'tabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.